Assalomu alaykum barchaga. Ishimiz tugadi. Alhamdulillah. Zalimiz 700 ga 5 metrga xonamiz. Aboylarimiz atachi tomonda, devorlar gulli. Keyingi xona. Endi keyingi zalimizdamiz. Keyingi zalimizdan chiqdi. Katalonlari mana yangicha xona formaladan atachi tomonlarga devor gulli, laminatimiz pipilni svitdan bo'ldi. Light ko'proq bosasizlar faqat. Lustralarimiz, spalning o'tamiz. Spalnimiz ham mana antika bo'ldi, европейский bo'ldi. Shunday ta'sir chiqdi. Aboyimiz bo'ldi, xatolardan atachi to'lam bo'ldi. Mana. Koridorga chiqamiz, koridorimiz qoldi. Mana koridorimizdan shunaqa bo'ldi. Xatolar atachi devorlari boshqacha atachi bo'ldi, laminatlar bilan. Mana kafelimiz bo'ldi. Kafelimizga kiramiz endi. Xonamiz kafeli. Dubayskiy variant bo'ldi. Mana bu xonamiz tugadi. Hozirgina ish qoldi, shifrsiz tozalashlar qoldi. Hatto devorlari bo'ldi. Light ko'proq bo'lsa-da, xudo xolasi keyingi ishlarimizda yana ilib olishga asl harakat qilamiz. Ko'pinamiz. Ko'pinalarimiz shunaqa bo'lgan bo'ldi. Xatolarimiz faqat plastik bo'lib qoldi. Xonalarimiz ko'p endi. Ana masa keldi. Oldu. Xatolar bilan xatolarimiz form figurasi atachi variant qorasi natajni bo'ldi. Ham devorimiz atachi gulligi. Laminatimiz pipili svet bo'ldi. Mashalloh.